Sevgi yosh tanlamaydi. Kimning yoshi kattaroq bo'lishi kerak? Erkaknikimi, ayolnikimi? Salom. Soft Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Jamiyatimizda shunday qoida bor. Erkak kishi ayolidan kattaroq bo'lishi kerak. Lekin bu qonunmi yoki odatmi? Yoki baxt ustunroq turadimi? Erkak kishi ayolidan yoshi kattaroq bo'lishi kerak degan tushuncha bor. Lekin bu qanchalik to'g'ri? Jamiyatda erkak kishi tajribaliroq, ayolini yetaklovchi hisoblanadi. Buni bafurja gaplashamiz. Keling, eski ssenariydan boshlaymiz. Erkak kishi ayolidan yoshi kattaroq, moliyaviy barqaror hamda tajribali hisoblanadi. Ayol kishi shunda o'zini xavfsiz his qiladi. Bu balki yaxshidir, lekin buning ham o'z minuslari bor. Chunki bora-bora erkak kishi ayoliga men o'zim bilaman, men yaxshiroq bilaman, sen mana bunday qilishing kerak deydi. Ayol esa bora-bora o'z fikrini yo'qotadi. Psixologiyada bu munosabat emas, iyerarxiya hisoblanadi. Eng ideal juftlik bu yoshi teng juftliklardir. Chunki ular bir zamonda yashaydi, bir xil fikrlay oladi hamda birgalikda bir fikrga kela oladi. Ayol kishi erkakdan katta bo'lsa-chi? Keling, bu ssenariyni ham ko'rib chiqaylik. O'zidan yoshi katta bo'lgan ayol bilan turmush qurish erkaklarni qo'rqitmaydi. Aksincha, u atrof muhitiga nazar soladi. O'zining qarindoshlariga, yaqinlariga, o'rtoqlariga, o'zining do'st va tanishlariga quloq soladi va bu uning fikrini o'zgartirib yuborishi mumkin. Psixologiya nima deydi? Munosabatni yosh emas, energiya belgilaydi. 25 yoshda ham inson katta insondek fikrlashi mumkin. 40 yoshda esa hali ham boladek bo'lishi mumkin. Shuning uchun munosabatlarda pasportdagi raqamlarga emas, aksincha ichki muhitga e'tibor qiling. Keling, hayotga nazar solamiz. Biror bir oilani olib ko'raylik. Katta erkak va undan kichik ayol. Baribir baxtsiz yoki aksincha. Chunki ideal shablonni o'zi yo'q. Asosiysi ichki his-tuyg'ular. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yosh farqi bu oddiygina faktor, lekin hal qiluvchi omil emas. Siz yuragingizga quloq soling. Yurakning o'zi sizga aytadi. Soft bilan salomat bo'ling. Soft